Qoyilman lekin mana shu akamizga. Proyektlarni yorib tashlabdi. Bu mahallaga kelib, men bunaqa joyda uy bor deb o'ylamagandim. Ko'rib turibsizlarmi? Menimga 5 ta mashina podrяд sig'ar ekan. Uyni qaranglar. Oxirgi model. Hozirlarga ko'rsataman. 4 ta spalni, 2 ta zal. Oshxonadan, podvoldan tashqari. Hovlilarni qaranglar. Kengligini yorib tashlagan ekan. Hozir yana sizlarga bitta joyini ko'rsataman, o'zingizlar baho berasizlar. Qaranglar, uyimizni glavniy podvolga tushib ketadigan joy, katta hol, mana yoqda mягкиlar uchun joylar qilib qo'yilgan, bilyardni stol qo'yaman degan ekan. Qo'y, tovuq boqish uchun, hojatxona uchun bu yoqdan akamiz yana bir qo'shnining ozgina joyini sotib olgan ekan. Bu yoqda mana zeleniy zona, hovlidan uyimizni ko'rinishi ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli uy. Xudo xolasa 149 ming dollar so'rashyapti. Yana ozgina sunnatiga o'tib beraman degan aytibdilar. Hozir sizlarga ichkarilarni ko'rsataman, o'zingizlar baho berasizlar. Bu videomiz sal ozgina ko'proq bo'ladimi deyman. Bu yoqdan darvozadan kirib o'ngga kirganda to'g'rida katta zal. Zalni ichkarisida mehmonlar uchun alohida mehmonlar uchun hijolatchilik bo'lmasin deb mana shunaqa yotoqxona ham qilib qo'ygan ekan. Endi asosiy uyga kiramiz. Asosiy uy bitta ko'ringlar o'zingizlar. O'zingizlar baho berasizlar. Men oshxonadan kirdim sizlarga. Bu katta ayollarimiz hurmat qilgan, yaxshi ko'rgan oshxonamiz. Kuxniy mebelni qo'yasizlar. Menimga bitta chiroyli stol qo'yasizlar, bo'ldi. Holimiz bu. Asosiy uyga mana bu yoqdan alohida kiradigan joyi, kirgandan keyin hammasini zo'r paumma qilgan ekan akamiz. Bu yoqda yana bitta zali bor. Ko'ringlar. Zallarni qaranglar, kattaligini. Juda ham chiroyli. Proyektni lekin yorib tashlagan ekan. Bu yoqda bitta spalni. Remontiga e'tibor beringlar. Svejak. Va bu yoqda yana bitta spalni. Mana. Bemalol ikkita o'g'il bo'lsa bemalol yotaveradi shu yerda. To'g'rida sanluzel, o'zining tahoratxonasi bilan birga. Va bu yoqda yana bitta spalni. Hozirlarga podvolni ko'rsataman, xudo xolasa o'zingizlar baho berasizlar. Mana podvolga tushyapmiz. Прямой kadr. Shundoq kirganingizda menimga polka-molka bir narsalar qilib olsanglar bo'ladi. Mana kattagina podvol ko'rib turganinglardek. Bu yerga xudo xolasa bilyardni stol qo'yaman deb reja qilgan ekan. Bu tarafiga mягкиlarni qo'yib, ertaga menimga stollarni qo'yib, maza qilib dam olamiz deb niyatlar bilan qilgan ekan. Ekonomik kotel qo'yilgan. Xullas, ana ikki konturli kotelga vaqtlarni hammasini chiqarib ketgan. Xolasangiz menimga chiroyli qilib duh konturni qo'yib olasiz. Xolasangiz o'sha ekonomikning o'zida turaveradi. Okalar, xudo xolasa bu uyimizning narxi 149 ming dollar so'rashyapti. Shunaqa katta 6,5 sotuvlik hovlimizga. Manzilimiz Bardankul mahallasida. Xullas, yaxshi joyda joylashgan, qo'ni qo'shnilar hammasi zalatoy gap bo'lishi mumkin emas deb aytibdilar. Xudo xolasa, kelinglar, pastdagi raqamga telefon qilinglar. Xudo xolasa egalar bilan gaplashib, shu hovlining egasi bo'linglar. Okalar, salomat bo'linglar. Kanalga podpiska qilish, like bosish esdan chiqmasin. Xudo xolasa hammamizga shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Salomat bo'linglar.